Assalomu alaykum tuğanlar. Mana Açayilda chek ko'rgan kelyapmiz. Mana Sharqali hukumatini 4-5 kvartali mana uylar chiqib qolgan. Ko'rgan kelyapmiz. Hozir 4-kvartaldagi yerni ko'rgani ko'ramiz degan odamlar borlar. Ko'rsatgan ketyapmiz. Hozir borib ko'ramiz. Xudo xolasa yaxshi holat. Ana 4-kvartalga yetib keldik. Hozir chek qaraymiz. Mana yo'llardan kelyapmiz. Qarlar erib suv bo'lyapti. Ko'ramiz desa hali yo'q. Olib kelib ko'rsatamiz. Mana o'sha ayilda etagi. Mana shaharga yaqin. Mana shu tarafında. Bu yoqda ham mana uylar tushgan. Manaki hozir borib ko'rsatamiz. Az qoldi. Bunaga kelib qoldik. Datka Sharqali hukumatiga qarashdi. 4-kvartalda 17-konturunda joylashgan yer. Manaki kelar. Mana uylar ham tushyapti. O pindan qo'ygan yerlar bor. Mana o uylar vagonlar tushgan. Manaki Mana tuğanlar Datka Sharqali hukumatiga qarashdi. 4-kvartal 17-konturda chek sotiladi. 6 soat 20 ga 30. Mana shu yer mana. Odamlar kelishni boshladi. Mana yerda fundament qo'yilgan, mana yerda ona shu uy turadi. Uydan narjag'i mahalla, mavida o ayol o'tirgan yerda o'dajag'dan cho'ng yo'l o'tadi. Yo'lga yaqin. Bahası 650 ming so'm. Kemi bor, suylashib, tortishib, talashib olaverasizlar. Sotib olaman degan tuğanlar videodagi nomerga telefon chalg'ila. Mana chekni usti jag'i mana yo'l bo'ladi degan jag'i. Buni yoqda hozir mana 1,5 kilometr. Mana shu yo'l o'tgan cho'ng yo'l bo'ladi, sentralniy yo'l. Mana o'sha yerda buni yoqdan kelib mana shu yo'l o uyga ketadi. Mana bu tarafdagi mana cho'ng yo'l chiqadi. Mana shu sentralniy yo'l bo'ladi. Cho'ng yo'l mana. Hozircha mashinalar yurib yo'l qilib qo'ygan. Mana bu shaharga yaqin. Mana yoqda yerlar 700, 800, 600 bo'ladi.
Bunu 650 de otat, kichine tushirib beradi. Buna shaharga yaqin 1,5 kilometr chiqsa chiqadi, chiqmasa yo'q.